Dada, maktabim yaqinlashib qoldi. Bir yil yangi patinka olib berasiz-a? Patinganga pul yo'q, shuni yudirib kiyaver. Kosibga olib borsang tikib beradi chirog'ini. Beraman pulini. Ko'rsam dadasi yangi patinka olib beribdi. Doston dadasini o'g'il bo'lsam bo'lar ekan. Qanaqa soting ko'rdim. Nima deyapsan? Og'zingga qarab gapir. To'g'ri, uni dadasi patinka olib berdi, o'qishlarga olib kirib qo'ydi. Ana yoqda yursang. Qo'shni, bir minutga baqirib oling, ishingizni tashlang. Qo'shni, tinchlikmi? Tinchlik emas-da, o'g'lingizga ayting. Patinka olib berdi dadam, o'qishga olib kirib qo'ydi dadamni maqtanavermasin. O'ksinyapti bola. O'g'lim, sen borib turgin, dadangda bir og'zim gapim bor. Nima gapingiz bor? Gapiring. O'g'lim bilmasdan gapirib yuboribdi shekilli. Qo'shnichiligimiz haq hurmati, o'g'lingizga ham oyoq kiyim olganman. O'qishga ham o'g'lingiz bilan birga o'g'limni gaplashganman. Birga o'qishadi. Qo'yavzal-ku, mayli, qani o'qish? Dada, mana o'qishga keldimmi? Ha, bola o'qishga kiribsan. Yur o'g'lim, Doston bilan maza qilib shetda o'qiysizlar. Haydi. Mani bolam ham o'qishlarda o'qiydi. O'g'lim bu joyda 3 mahal ovqat ham berishar ekan. Ha, bolam kompyuter savodxonligi ham bor ekan. Qara o'g'lim, voskalari ham zamonaviy ekan. Qarang, undan tashqari ingliz tili, aniq fanlar, tabiiy fanlar, koreys tili, arab tili kurslari ham bor ekan. Olib borib kelish qana bo'ladi endi? Olib kelish ham muammo yo'q. Avtobuslar bor ekan, o'zlari uydan olib ketib, yana qaytarib olib borib qo'yishar ekan. Doston bilan kelib, masalan, olib kelasan. Adresimizga keladigan bo'lsangiz, Yazon tumani sobiq texnikum binosi, qora haykal yonida. Sizlar ham farzandlaringizni bemalol olib kelaveringlar. Yoki kimgadir jo'natib qo'yasiz ushbu videomizni manfaatga qoladi.